Samsung S23 Plus telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumot manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq va xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 4700 mAh litium-ion batareyalar tizimi mavjud. 45 vatt quvvatlagich talab qiladi. 45 vattdan kam bo'lgan quvvatlagichga qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareyasini tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud. 10 vatt talab qiladi. Telefonning o'zi ham simsiz quvvat beradi boshqa telefonlarga. Tezkor quvvatlash mavjud. 57% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 5 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 10 soat 37 daqiqa, videolar tomosha qilganda 15 soat 54 daqiqa, o'yinlar o'ynaganda 6 soat 37 daqiqa, kutish rejimida 128 soat, umumiy avtonomik holatida esa 26 soat 32 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.